Nima bo'libdi buni hozir usta? Boshqaruv panelini almashtirdik. Tranzistor yuborgan, MJB 122. Endi bu tranzistordan yo'q ekan. Dioddan ham yo'q ekan, yarim yuz. Bozorda sotar ekan uni. Sal boshqacharoq ekan. Ishlasa kerak ekan. Xudo xolisa. Keyin orali relaylar almashtirilgan. Buni amperchi balandroq bo'ladi. 90 amper deb yozib qo'ygan. Quvvat qanchaligini bilmadim. Asosan elektr maydon hosil qiladigan cho'lg'amga zarar yetgan, katushkaga. Ya'ni katushka ishlamagandan keyin umuman kontaktlar qo'shmagan hisobiga yangi almashtirishga to'g'ri keldi. Rahmat katta mana. Duoda ishlashadi pastda mana. Stabilizatorimiz Pitbull ekan-da. Nomi Pitbull, lekin ichki anaqasi xashina ekan.